Diqqat qiling, bugun matematikani biri bo'ladi. Akamdan $25 qarz oldim, ukamdan $25 qarz oldim. Umumiy qarzim $50 bo'ldi. $50 dan $45 ga uyga bozorlik qildim. $5 qoldi. Bozordan qaytib o'tib, bitta o'g'aynim o'sha $5 dan $3 ni qarzga so'rab turdi. Berdim, $2 qoldi. Shu $2 ishlatib qo'ymay deb akamga $1 ni qaytardim. Ukamga $1 ni qaytardim. Umumiy qarzim $48 bo'ldi. Keyin o'g'aynim $3 pulni ichini bitirib qaytarib berdi. 48 ga $3 ni qo'ysam $51 bo'ldi. Ana endi qarang. Mana o'zi asosiy qarzim $50 edi. Qolgan pul $51 bo'ldi. $1 qayerdan keldi? Savol. Agar biladigan odamlar bo'lsa, izohlarda, kommentariyada yozing. $1 qayerdan keldi? Men bo'shim ishlamayman. Shunaqa matematika darsiga o'qib qo'yganimda sizga jo'natib qo'yish isdan chiqmadi. Salomat bo'ling. Xayr.